O'zbekiston ayanchli holatiga kelib qolyapti. Mana videoni oxirigacha ko'ringlar. Tavba qildim. Rezinka bilan yuqmas ekan deyapti menga. Xo'p, yuqmasam ham biroz qizdan so'rab ko'ring, men uning onasi basman-ku deyapman, keyin qizdan so'rayapman. Muxlis deyapman, shunaqa deyapti, shu odam nima deysan sen? Ha, opa 600 ming yuboravering deyapti. Keyin bolaga aytdim. Ha, shunaqa deb ayttirdim. Men nomerini tashlayman, o'zlaring gaplashib olasizlar desam, opa deyapti, qiz topganingizga sizga necha pul beray deyapti. Ha, yo'q, menga pul kerak emas, ata eshigini taqillatdingiz deyapti, ovora bo'ldingiz. 100 ming so'm beray deyapti. Ha, bersangiz berib yuborasiz, bo'pti deb o'chirib qo'ydim. Kech payt 7 yo 8 larda telefon bo'lyapti, qiz qilyapti. Opa deyapti, chiqing pulni oling deyapti. Ha, xo'p dedim. Yo'q, xo'p demadim. Magazinga berib qo'yur deb, magazinchiga biror narsa olib bolalar deb qo'ydim. Desam, yo'q, chiqing, ayam chetda kutyapti deyapti. Xo'p deb chiqdim eshik tagiga. Beryapti. Sanaganim bunday olib cho'ntagimga soldim.